Hürmetli vatandaşlar, leşçilerimizi devamlaştırımız. Leşçilerimizi devamlaştırımız vatandaşlar. Endilikte sizlerge kıska haberle. Kıska haberle. Vol Koçisi televiziyası. Bir geçişten eğitim unutup kalktım. 2025. ayının 27. gün hepteki çarşamba. Kıska haberle. Vol Koçisi televiziyası. Kengaş Palatası pul muamele imbarga kanun layihasini ciddi o'tirg'i chiqardi. Bu qatim Prezident Trump mu inkar qila olmaydi. Agar shundoq bo'ladigan bo'lsa, saylam yilida savdo kelishimining besimini saqlab qolmoqchi bo'lgandimi, Rais Xi Jinping bilan do'stlikni saqlab qolmoqchi bo'lgandimi, hamda Prezident Trumpga chekinish yo'li qolmaydi. Yani Kengaş Palatası ma'qullagan qonunning o'tkirligi va jiddiyligini bu yerda Vol Koçisi televiziyasi ko'rsatib shu mavzuda degan gap. Tizimdagi elingan kishilarning ismidan birini amaldan qoldira olmaydi. Mesela bu qatim Kengaş Palatası Jungo'da imporga qilinadigan shirkatli shaxsiylar tizimlik shu qatorda chiqadi bu loyihada atogin. Bunu Prezident Trump rad qilinmaydi degani. Demak, bu qatim Kengash Palatasi qat'iy niyat keldi. Ya'ni Jungoni ayrim shaxsiylarni va shirkatlarni imporga qilishda qat'iy niyat keldi deganlikdir. Televiziya, Vol Koçisi televiziyasi 5-ayning 27 kuni YouTube. Enlik yana bir xabar. Hong Kong Yeni soğuk münasebetler uğraşı meydanı. Yeni Tanlıkla Asya Tinç Okyan Televiziyası 5. ayının 27. günü YouTube. Demek bugün Hong Kong bu televiziyaya, yeni televiziyanın iyisini makalesi ya koygan mavzusu da hazır Amerika Koşmuş Ştatları bilen Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti oturusu Hong Kong yeni soğuk münasebetler uğraşının can meydanı aylandı. Yani bir haber vatandaş, Jungo Devlet Müdafiə Ministeri mındaq çakardı. Amerika bilen Jungo stratejik karşılaşış en xatarlık basqışa kirib keldi. Jungo taraf uruş bilen tinchlikni qo'lga keltirdi. Bu muqim belgilendi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatası Jungo'da imporga qilinadigan amaldorlarning tizimlik loyihasi bugun ma'qullaydi. Demak, boshda Kengash Palatası imporga qilinadigan loyihani bat ardı o'tirg'i chiqardi dedik. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatası buni ma'qullaydi ekan bu qonun loyihani vatandosh. Jiddiylikni ko'rib turamiz. Xi Jinping'nin Hong Kong'a qo'l silishi nazak bir vaqtga to'g'ri keldi. Vol Koçisi televiziyasi 5. ayının 27. günü YouTube. Agar mushu mavzu boshqa tor betlarda, masalan, Xitoy demokratlarida shularning tor betlariga qo'yilib shunday kelgan bo'lsa, men bugun buni sizlar ko'rsatmaydim vatandoshlar. Vol Koçisi bu Amerikaning Vol Koçisi bilasizlar. Shuning televiziyasi e'lon qildi. Buningda nima deyildi? Jungo Davlat Müdafiə Ministerligi Amerika bilan Jungo stratejik qarşılashish eng xatarlik bosqich. Jungo taraf urush bilan tinchlikni qo'lga keltirdi. Ko'rdingizmi? Jungo nochi bo'lib ketdi degan gap. Yani bir xabar. Men vanju bugün keçip ketelimdi. Bu qandaq mavzu ekanligini men tushunmayman, lekin sizlarga oldinlar qo'yib qo'ya vatandosh. Chunki men vanju qo'lga qilingan Huawei shirkatining Kanadada qo'llangan bosh moliya ministeriya moliya boshlig'i hozir bugün 27. gün hozir Kanadada sud qo'yildi. Endi buning oxirgi taqdiri hal qilindi. Ya Jungo qaytarib berish, ya Amerikaga topshirib berish. Bu jiddiy payt. Men vanju bugün keçip ketelimdi. Shaxsning aeroplani uchishga har vaqt tayyor. Lekin 3 xil ahvol o'tirg'i chiqishi mumkin. Jungo yengib olamdi yoki Kanada bilan Amerika g'alaba qilamdi. Huawei shirkatini qutqizib qolg'ili bo'lamdi. Jungocha lükçekler diplomatiyasının kelgisi manzilisi.
Muşuning munosabatlik diplomatiyaning Xitoychilik kuchaklik diplomatiyasining kelgusi manzarasi. YouTube 5-ayning 27-kuni Jungoga nazar Tor televiziyasi. Hal qilg'uch bir paytda yana bir xabar. Hal qilg'uch bir paytda Prezident Trump Beijingni embargo qilish siyosatini mushu hafta ichida e'lon qildi. Bugün kungi çarşamba esinladi bo'lsa vatandaşlar, ha? Embargo qilish siyosatini Prezident Trump mushu hafta ichida e'lon qildi. Beijing Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi darhol yumshab ketdi. Shumshuyib ketdi. Bu rasm yolg'onmi? Bilgili bo'lmaydi. Oldimizda ko'ramiz. 5-ayning 27-kuni YouTube. Jansinji. Yuqorida ko'rib o'tdi, hurmatli vatandosh, hozir qil ustida degan gap. Vaziyat qil ustida xalq vakillar qurultayi Shangang to'g'risida qonunlarni ma'qullamoqchi. Hong Kong to'g'risida qonunlarni ma'qullamoqchi. Yoki boshda aytgandek, endi bu qonunlar ma'qullansa, Hong Kongda bir davlatli ikki xil tuzum butunlay bekor bo'ladi. Jungo Kompartiyasi va uning hukumati Hong Kongni butunlay o'tkazib oladi. O'zidagi Shanghai, Shenzhen degan shaharlarga o'xshash shaharga aylanadi. Bu yerda bir davlat ikki xil tuzum, ma'muriyat, oliy avtonomiya degan narsalar mavjud bo'lmaydi. Yuqorida Aqsarayning bayonotchisi nima deb ko'rsatdi? Agar Jungo Kompartiyasi Hong Kongni egallab oladigan bo'lsa, o'zining qarmoq elib bir davlatli ikki xil tuzumni bekor qiladigan bo'lsa, shu hamon dedi Hong Kongning, ya'ni Shanghayning pul muomala markazlik o'rni tugishidir, oxirlashidir. Agar bunday bo'ladigan bo'lsa, pul muomala markazlik o'rni oxirlashadigan bo'lsa, Shanghayning endi faqat iqtisodiy jihatda boshqani qo'yib turaylik. Yuqorida nima dedi? Larry Kudlow emas, bayonot. Larry Kudlow dedi rasaga. Larry Kudlow nima dedi? Aqsarayning iqtisod maslahatchisi. Hozirgi vaziyatdan aytganda, prezident uchun aytganda, biz yaqinda imzolagan Jungo Amerika o'rtasidagi birinchi bosqichlik savdo kelishimining ancha e'tibori yo'q. Bu yama ağır gap dedim-ku men başta. Demek 2 yıl, 1 yıl tayyorlik qilib imzolagan birinchi bosqichlik savdo kelishimining e'tibori yo'q. Bugun biz e'tibor beradigan masala Shanghai, ya'ni Hong Kongning xalqaro o'rni masalasi deganlikmi bu yoki yana boshqa sabablar bor? Uni oldimizda ko'ramiz vatandoshlar. Endi hozir Hong Kongdan aytganda sizning bizning bilishimizcha, balki sizlar ko'proq bilishinglar mumkin. Hong Kong Jungo Kompartiyasining yoki Jungo Xalq Jamhuriyatining iqtisodiy jihatdan aytganda kekirdigi desangiz bo'ladi. Chunki pul muomala markazi. Bu yerda pirovod, ya'ni chet el pirovodi mushu orqali Hong Kong orqali Jungoga keladi. Bu yerda Hong Kong Jungoning tashqi savdosining eg'izi. Ya'ni kekirdigi eg'izi. Jungoning tashqi savdosi Hong Kong orqali bejiriladi. Shundaqla eng muhimi Jungo Kompartiyasining xiyonatchi amaldorlari uchun aytganda texmi muhim. Chunki Jungoda xiyonat qilgan pulni orqish bilan to'plagan pulni Hong Kong orqali chet elga yetgan. Bu yomon og'ir gap. Pul markazlik o'rni amaldan qoladigan bo'lsa, hammadan og'ir xiyonatchi Xitoyning dollar va boshqa puli, yevro degan yaxshi boshqa pullari chet elga yetkazib chiqadigan yo'l yoki pul juydigan yo'l Hong Kongda Kanaydan bo'g'ildi degan. Endi yana bir nuqtada biz o'tgan leksiya so'zladik vatandoshlar sizlarga. Hozir Hong Kongda yashayotgan Amerika aholisi, Amerika grajdanlari 80 mingdan ortiq. Uning ustiga hozir Hong Kongda Amerikaning shaxsiy shirkatlari va davlatlik shirkatlari bormi yo'q buni bilmaymiz. Shaxsiy shirkatlarmi o ko'p bo'lishi mumkin. Uni aniq sanata hozir chiqmadi. Şunu qo'yib turaylik, Amerikaning shirkatlari mabiyat bugunlari ko'tlavdi dedi. Hong Kongda turishlik, Jungoda turishlik Amerika shirkatlari Amerika qaytib keladigan bo'lsa, butun chiqimni Amerika hukumat taraf ustiga oladi dedi. Demak, hatta Hong Kongdagi shirkatlarga qaytib kel deydigan yer kelgan bo'lsa, demak Amerika Qo'shma Shtatlari bu qatam Hong Kong masalasida yo'l qo'ymaydigandek turdi vatandosh.
Agar onun avtonomiya dercilik ordini, siyasi ordini itiraf kılmaydigan bolsa Amerika Qo'shma Shtatlari hem Şangay, Hong Kong'ning dunyoviy pul merkezlik ordini itiraf kılmaydigan bolsa Amerika Qo'shma Shtatlari vaqtida Hong Kong'ning pul muomala merkezlik ordini baloch holatga tushadigan bolsa vatandosh, Jungoning iqtisodi nima? Seni çoğun sözletken Jungo ameliyatı müşahede Şangay desek, Hong Kong desek, o balık bulup gitmeydi. Bugün muşu özgürüş Hong Kong rayonida ete. Bugün 27-28 ete. Muşu özgürüş Hong Kong rayonida 100 bildiğin bolsa pul, dolar, euro, altın. Pul merkezlik ordunu bu adli iş emez, adli gep emez. London'da London pul merkezi, New York pul merkezi, Washington'da, Asya'da Şangay, Hong Kong pul merkezi adli iş emez vatandaş. Demek iktisat meselesi bu için kan aydın boğuldu degen. Bu ahvalda Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jumhur Xalq Jamhuriyatining münasebeti qayerga tushdi? Başta Volkochisi gez televiziyasi aytibdi, o nima dedi hozir? Televiziya nima dedi? O'zi demadi. Jungoning davlat mudofaa ministrligi. Nima dedi? Biz bu qatim qat'iy niyatga keldik. Ya'ni muqomlashtirdik. Bu qatim Amerika bilan bir qapas elishib, harbiy elishish orqali tinchlikni qo'lga keltiramiz. Buningga men toza ishonch qila olmadim, lekin Volkochisi gazetining xabari ekan vatandosh, onu sizga yetkazdim. Siz mi tahlil qilasiz, biz mi tahlil qilamiz? Xitoy shunday qilib tavakkalchilik yo'liga mangdimi? Hozir tor betlarda qaysi bo'lsin Xitoy demokratlari ishlatayotgan tor betlarda bir gap takrorlanyapti. Nima? Bugun Hong Kong davlat mahbani va davlat bexatarligi qonun loyihasini ovozga qo'yish xalq vakillari qurultayida. Shundaqla davlat marshi qonun loyihasini ovozga qo'yish xalq vakillari qurultayida isbotlab berdiki, Jungoda endi hech qanday bir yo'l qolmadi. Hech qanday bir chora-tadbir qolmadi. Faqat uning qiladigan eng oxirgi ishi Şangay o'yinini o'ynash, Hong Kong o'yinini o'ynash. Mushu o'yindan boshqa hech qanday ish, hech qanday ko'zor onun qo'lida qolmadi. O'tganda bir qatim degan edik buni, bugun yana ta'kidlaymiz, chunki tor betlari shunday ta'kidlayotdi, hurmatli vatandosh. Demak, bugungi vaziyat kelsangiz endi Amerika Qo'shma Shtatlar pul merkezlik ordini bekor qilamdi qanday? Bu hozirgi savol. Bu rasmiy jakarlanmadimi? Hozir bir qiyoslan paraslan sizlarga so'zlayapmiz. Shu yer yaqinlab keldi hozir Aqsaroyning bayonotchisi. Makanni xonim nima dedi? Agar Xitoy o'tkazib oladigan bo'lsa yoki shart, agar Xitoy Jungo Kompartiyasi bu qatim xalq vakillari qurultayida Hong Kongning o'rnini bekor qilishni o'tkazib elishni bejirdigan bo'lsa Hong Kongning pul markazlik o'rni tugaydi. Demak, bizning bugun xulosamiz shunday bo'ladigan bo'lsa, endi iqtisodiy jihatda, privot jihatda G'arb dunyosi Jungoning kekirligidan oldi degan gap. Hurmatli vatandoshlar.